Barcha ro'za Ramazon oyi muborak bo'lsin. Rahmatimiz Boturbek Polvoniyozov, katta rahmat, sog' bo'ling. Azizlarimiz, davramizda yana o'yin kulgularimiz, sho'x-sho'x kuy qo'shiqlarimiz yana va yana davom etadi. Albatta, kechamizda kutilmagan ajoyib xushovoz xonandamiz, estradamizda yorqin yulduzli vakili Furqat Machoni taklif qilamiz. Barchangizni davomli kulgurov qarzdorligingiz bilan birga albatta mana shu bugungi to'y egalarini hurmat uchun, qolaversa mana Ali akamizni hurmat uchun barcha mana to'yimizga o'zining hissasini qo'shtirgan qadrdon akalarimiz, qadrdonlarimizni hurmat uchun mana O'zbek estradasining yorqin yulduzli vakili Furqat Machoni davramizga taklif qilamiz. Marhamat, o'zlarini ajoyib qo'shiqlari bilan to'g'achamizni chiroyli qilib, bomba qilib davom ettiradilar. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana bugun juda bir ajoyib insonlikda yaxshi kun bo'lib turibdi. Tabriklaymiz galingovlarimizni, baxt tilimiz baxtli bo'lsin. Barcha ro'za Ramazon oyi muborak bo'lsin. Marhamatini barchangizni davramizga taklif qilamiz. Qo'shiqlar
Yanamam ah yanamam, seni oylap yanamam, sözüme cevap verip kuyup lap lap yanamam. Yanamam ah yanamam, seni oylap yanamam, sözüme cevap verip kuyup lap lap yanamam. Onda lap lap yanamam. Я тебя люблю, я тебя люблю, как ты любишь красную машину куплю. Я тебя люблю, я тебя люблю, очень, 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 очень я тебя люблю. Я тебя люблю, я тебя люблю, как ты любишь красную машину куплю. Я тебя люблю, я тебя люблю, очень, 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 очень я тебя люблю. Я тебя люблю, я тебя люблю, как ты любишь красную машину куплю. Я тебя люблю, я тебя люблю, очень, 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 очень я тебя люблю. Я тебя люблю, я тебя люблю, как ты любишь красную машину куплю. Я тебя люблю, я тебя люблю, очень, 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 очень я тебя люблю. Yangi ashuramiz. Giderdim bu yollar beletli pesli, kedi sağınıp men kedi hevesli. Aydık bilmezsin, deyip bilmezsin. Aydık bilmezsin, deyip bilmezsin. Ellerim tutalım, kollarım bağlı. Aydık bilmezsin, sinirde kallı. Ellerimde sazım, kollarım bağlı. Aydık bilmezsin, sinirde kallı.
O'ynashsan sen. Tabrikimiz yana bir marta galingovlarimiz baxtli bo'lsin. Ilohim besh to'ylarda ham tabriklab turish hammamizga nasib etsin. To'ylar muborak bo'lsin. Rahmat deymiz, katta rahmat. Salomat bo'ling. Albatta estradamiz yorqin yulduzli vakili Furqat Macho. Sog' salomat bo'ling. Albatta kelgusi ijodlaringizda ham omadlar tilab qolamiz. Alloh taoloning o'zi qo'llab-quvvatlasin deymiz. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Katta rahmat deymiz bugungi to'y kechamizga, to'ydoramizga fayz kiritib o'ynagan barcha yaqinlarimiz, qarindoshlarimiz, qadrdonlarimiz endi marhamat to'ylarimizni an'anasiga muvofiq tabriklarimizni hamda yaxshi niyat istaklarimizni qabul qilib olishni albatta shu o'rinda aytib qo'yishimiz kerak. Boya ana shu kelinchagimiz Nargizaxonning ukalari Boburbek bilan suhbatlashib qoldik. Albatta u kishidan qiziqib so'radim. Albatta nasib bo'lsa Alloh taolo nasib qilib 1 yildan keyinmi, 9 oydan keyinmi jiyanli bo'lganingizda Qashqadaryodan Qoraqalpoqqa nima sovg'a qilasiz deganlarimda albatta hech ikkilanmasdan mana Boburbek do'stimiz, qadrdonimiz men jiyanlik bo'lsam albatta bitta toychoqni sovg'a qilaman dedilar. Shunday ekan albatta Alloh taolo nasib qilib mana shu Boburbek qadrdonimiz jiyanli bo'lgan paytida toychoqlarni olib kelgan vaqtida ham albatta bizlar birgalikda mana shunday yaxshi kunlarni nishonlamoq nasib qilgan do'stim deymiz. Katta rahmat. Do'stimiz salomat bo'ling. Endi o'rni kelganda ta'kidlab o'tishimiz kerak. Azizlarimiz albatta ushbu yaxshi kunlarimizni ushbu bir savobli suvlarni sovg'a qilgan to'yimizga o'zini hissasini qo'shgan qadrdonlarimizga, qolaversa ushbu to'yimizda mana shu chiroyli sahna bezakchi qadrdonlarimizga, opalarimizga, qolaversa mana shu salonchi yaqinlarimizga, yurtdoshlarimizga katta rahmatlar aytib qolamiz. Shuning bilan birgalikda mana shu to'yimizni bugungi Orzu to'yxonamizni barcha rahbariyatiga, xodimlariga katta rahmatlar aytamiz. Qolaversa mana shu jamiki san'atkorlarimiz, mana xonandalarimiz, estrada yulduzlari Bekzod Ismoilov, ana ustoz san'atkor Anvar Matmurodov, qolaversa mana estradamiz yulduzi Furqat Macho, Botirbek Palvaniyazov, Umarbek Ro'zimov, bundan tashqari ustoz san'atkorlarimiz mana albatta suxandon akalarimiz o'zini hissasini qo'shdi. Qolaversa mana shu to'yimizga chiroyli qilib tortilgan oshlarni tayyorlagan, pishirgan mana oshpaz akalarimizga, samovarchi akalarimizga ham katta rahmatlar aytamiz. Qolaversa mana shu video muhandis akalarimizga, qadrdonlarimizga katta rahmatlar aytamiz. Qisqasi, kim esdan chiqqan bo'lsa, albatta xafa bo'lmaymiz. Ushbu to'yimizga qaysi tomondan turib bo'lsa ham hech bo'lmaganda mana shu ijtimoiy tarmoqlarda, ana shu Ali akamizning kanalida ushbu videolarni ko'rib turib bitta like bosib qo'ysa ham o'zini hissasini qo'shgan barcha qadrdon yurtdoshlarimizga, musofirda yurgan yurtdoshlarimizga katta rahmatlar aytib qolamiz. Ushbu Ramazon oyida, ulug' fursatlarda, ulug' kunlarda qilib turgan savobli ishlarni albatta Alloh taolo o'zi barokatini bersin deymiz, o'zi tarovatini bersin, o'zi saodatini bergan bo'lsin deymiz. Katta rahmatlar aytamiz. Ushbu albatta to'yimiz bir chiroyli bo'lib o'tdi. Mana Ali akamizga alohida rahmat aytamiz. Siroj Xoqlos, Islom Pobur, Shoh Bloggers, barcha mana shu blogger akalarimizga ham alohida katta rahmat aytamiz. Albatta ushbu qadrdon yurtdoshlarimiz, ushbu akalarimizni qilgan ishlari albatta barchamiz uchun ibrat bo'ldi, namuna bo'ldi desak, albatta bu mana shunday bir yaxshi to'g'ri gap bo'ladi degan umiddamiz va bunga ishonamiz. Bu umr o'taverar daryodek toshib, bulutdek tovlanib, shamoldek shoshib, hayotning past baland yo'lidan oshib, taqdir sinovidan o'tmagan kim bor? Qazlar taqdirning gohida past, gohida baland, gohida qayg'uli, gohida quvonchli, gohida qorong'u, gohida yog'duvi kunlaridan o'tib farzandini mana shunday quvonchli kunlarga, fayzli kunlarga oq yuvib, oq tarbiyalab yetkazgan bugungi to'y egasi mana shu xonadonimizning sohibasi, barchamiz uchun hurmat qilib o'tgan onaxonimizni, Anarxon onamizni hurmat ehtirom bilan davramizni to'g'riga, davramizni markaziga taklif qilib qolamiz. Albatta ular kelib o'zlarining suyukli farzandi, jigarbandi bo'lgan shu kuyovlarimiz, mana qadrdon do'stimiz Xudiyorga, kelinchagimizga bo'lgan o'zlarini yaxshi niyatlarini, fotihalarni, duolarini bildirib o'tishlari mumkin. Shuning bilan birgalikda bugungi to'yimizga o'zlarining tabriklarini bildirish maqsadida qadam ranjida qilgan kuyovlarimizni jamiki yaqinlarini chorlab qolamiz. Ya'ni ammalari, xolalari, yangalari, akalari, opalari, doilari keling, davramizni to'g'ri sizlar uchun muntazir ajoyib tabriklarni, yaxshi niyat istaklarni birgalikda qabul qilib olamiz. Yaralganday go'yo, hayotda o'zing yo'q deb bilmay bag'rim qilasan.
Vaqt yetib bir kuni ovchilar ko'zing, vaqt yetib bir kuni ovchilar ko'zing. Otang qadrin, ota bo'lsang bilarsan, onang dardin, ona bo'lsang bilarsan. Aytganiga yurmay og'ritsang ko'nglim, sinab ko'r, o'sha kun bo'lmaydi yo'ling, oq urib boshingni ushlagay qo'ling. Otang qadrin, ota bo'lsang bilarsan, onang dardin, ona bo'lsang bilarsan. Ota qadari buzuruk tog'i farzandning, ona mehr berar bog'i farzandning, dunyoga keltirar chog'i farzanding, dunyoga keltirar chog'i farzanding. Otang qadrin, ota bo'lsang bilarsan, onang dardin, ona bo'lsang bilarsan. Qanday yaxshi boshing silab tursang sen. Duo olib umr tilab tursang sen. Kim o'ksanar magar yiqilib tursang sen. Otang qadrin, ota bo'lsang bilarsan, onang dardin, ona bo'lsang bilarsan. Marhamat, tabarruk Munis onajonimizni, barcha yaqinlarimizni to'y davramizga taklif qilamiz. Kelib bizlarni ajoyib tabriklarni, yaxshi niyatlarni, oq-fotihalarni, duolarni bildirib o'tishlari mumkin. Yaqinlarimiz, qadrdonlarimiz, qarindoshlarimiz, Munis onajonimiz davramizda xush kelibsiz. Yana bir bora barchangizga ushbu quvonchli kunlar, chiroyli to'ylar muborak bo'lsin. Albatta, Qashqadaryoda bo'lib o'tgan to'ylar ham muborak bo'lsin. Bugungi bo'lib o'tgan to'ylarimiz ham esda qolarli bo'lib o'tgan to'yimiz ham yana bir bora barchangizga muborak bo'lsin. Tabrik so'zlarini qabul qilib olishimiz. Marhamat. Ana apamiz to'ydan tabriklayman. Indiki shular bekito'sini o'tiramiz. Xudaya bilan yana kuzimiz baxtli, saodatli bo'lsin. Qo'shnilar bilan qo'shni qilsin. Va biz boshliqlar shu bolani voyaga yetirdi. Yusavda yaqin shu Elijon yarishtirdi. Uylarimiz yetib berdi, shu bolani uylantirdi. Qashqadaryodan kelgan to'yga bolalarimizni hammalarga rahmat. Shu enani bütün ro'za oyida nesini oldilar. Bütün Allah'dan qaysini yerdan darkirlardan chiqarib bolalari bor ekan, Mustafalarlar hamma narsani ko'rib boraman shular. Shu bolamizga matasini enasini ming rahmat. Shu enani bütün yaxshi narsani oldilar. Va enam bir vaqtlarimda yanında bir mama buva bo'lgan, yuzi ko'rgan shu mama buvalarga qaragan, shularga suv ovqat bergan. Allah bir yançıkında şuları koyup şimdi yüreğine getirip tuttu. Buraya bana akıllı bol. Bir nazarla çıkırsan bana. Bütün seni vakıfla bana başka var. Hem de götürttü. Akıllı bol. Enara başı bana vakatını görüp bilmesinden nasip etsin. Buraya şu toylarda, 5 toylarda bana oturmak nasip etsin. Herhalde vaka gelin tebrikimiz. Başkaları şakar olsun, hizmetleri olsun. Bildeki kulalar bakın 5 gün takipleri. Şu kanalarda onların yaşayıp kurtardılar. Oilasında bugün yaxshi ko'rgan, hamma yaxshi tilaklarimizni qo'shamiz, oilamiz tomonidan tabriklaymiz. Shu kunlar Anagil opamning nevara to'ylarga kelib o'tirishi hammamizga nasib etsin. Sarıbaşı'nın evine apam, ev mamam. Bundan ziyade olsun. Şimdi yamanlık görmemesiniz. Oğlumuz geliniz baktı olsun. Kudayım elmeden ama toya gelelim. Baktınız yapmasın sağ olun. Anam o'rnida yurgan xolam, Anargul xolam tabriklayman. Xudoning shu kelin alamda baxt olib kelgan bo'lsin. Qo'sha farzandlar tug'ib bersin. Xolam shu ahtiqlarni sevib o'tirgandan biza to'lib toshib tabriklab yurish hammamizga nasib qilsin. Yana bir bora tabriklayman. Rahmat, katta rahmat, sog'lik davom ettiramiz. Hurmatli akalarimiz, qarindoshlarimiz, xush kelibsizlar, to'ylar muborak barchangizga. Marhamat. Sizlarga shu to'yni tabriklayman. Ko'ramiz davomini. Yilda sizlarga rahmat. To'ylar bo'lsin. Alloh
tarafına baktım, bence baktım olsun. Ne zaman görüşmedim. Mayında öğretmen karşıladı şu ekmeğime parasını kıdırkım şu tebrik olsun besmesin iş buradan evlenmemiz baklı olsun. Rahmat katta rahmat, sog' bo'ling. Yechim zamoni hamma bo'ldimi qarindoshlar? Bo'ldimi? Marhamat, davom etamiz. Eshitamiz. Assalomu alaykum vaqtimizdan ko'mala vaqtimizdan ko'rib Rahmat, sog' bo'ling, katta rahmat. Yana bormi? Marhamat, tavallud murojaatlarimiz tabriklaymizmi? Marhamat, o'tiravering bu yerda, o'tiravering. Marhamat. Kim davlat qatnashchilari bilan o'tgan marhumning uyida katta shodiyona to'y. Xudoyor bilan yanada katta baxt tilayman. Xudoyim boshlari bilan qo'sha qarisin. Anora xizmati bersin. Havo kumushi og'ayto'g'larni hammaga qo'sh xizmatlari bersin. Boshlari bilan qo'sha qarisin. Vaqtli bo'lsinlar. O'qimagizlik ko'p bo'lsin. Rahmat deymiz, katta rahmat, sog' bo'ling. Azizlarni davom ettiramiz. Albatta mana Qashqadaryolik mehmonlarimiz bor ekan, xudolarimiz Muborak tumanidan tashrif buyurgan Gulshada opamiz chorlab qolamiz. Kelib o'zlarini tabriklarini bildirib o'tar ekanlar. Taklif bo'ldi. Marhamat, Qashqadaryolik qadrdon mehmonlarimiz, xudolarimiz ajoyib tabriklarni, yaxshi niyatlarni eshitib qolamiz, kutib qolamiz. Albatta mana shuncha yo'l bosib mana bugungi to'yimizda tashrif buyurib kelib o'tirgan qadrdon mehmonimizni, xudamizni yaxshi niyatlarni, tabriklarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum, Qoraqalpog'istonga 4 kunga xush kelibsiz. Qadamlaringizda hazomat, to'ylar muborak. Marhamat. Assalomu alaykum, uzoq yaqinlardan mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun belgilashimizning sababchisi jiyanim Nargizaxon va bo'lajak kuyovimiz Xudoyorjon. Men bularga uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Doimo bilan baxtli bo'lsin. Qashqadaryo xalqidan ularga alangali salom. Rahmat, katta rahmat, sog' bo'ling. Shuncha tilaklar bor ekan, davraga chiqmay davolamiz. Sog' bo'ling, ijobatini bersin ajoyib tabriklarni. Davom ettiramiz. Mana yon qo'shni, jon qo'shnimiz hurmatli akamiz bor ekan, tabriklarni eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum qarindoshlar. Xudo baxtli bo'l. Ish to'ylab o'tirish hammamiz Rahmat akamiz, sog' bo'ling deymiz. Yuragi to'ladir mehr vafoga, qalbida o'rin yo'q zarra jafoga. Duolari ketmas zinhor havoga. Onajon biz uchun sog' bo'ling doim. Onajon biz uchun bor bo'ling doim. Baxtlar olib yurar o'zlari bilan, mehrda tengi yo'q ko'zlari bilan. Sog' bo'l bolam degan, sog' bo'l bolam degan so'zlari bilan. Onajon biz uchun sog' bo'ling doim. Onajon biz uchun bor bo'ling doim. Azizlarimiz davramizda yana davom ettiramiz. Tabriklarimizni, yaxshi niyat istaklarimizni qabul qilib olishni. Endigi so'z navbatini kiyib o'tiramiz. Xudoyorni mana shunday quvonchli, fayzli kunlarga oq yuvib, oq tarbiyalar yetkazgan Munis onamiz, Munis onajonimiz, qadrli onaxonimiz Anorgul opamizdan, onajonimizdan tabrik so'zlarini eshitamiz. To'ylar muborak bo'lsin, kelinchak muborak bo'lsin. Marhamat. Elimize rahmet eylesin. Ya inşallah toylarda kapımızın nasip etsin. Şimdilerden beri şu çok selametli günler dilerim. Onlarla arkadaşlarına şu değiştirden kutuları nasip etsin. Evlere kuba. Elinden balam. Komprensiyel balam. Komprensiyel balam. Mesela
Rahmat orajonimiz, katta rahmat, sog' bo'ling. Azizlarimiz, albatta davramizda bildirib o'tgan barcha yaqinlarimizning ezgu niyat istaklarini, ajoyib tabrik so'zlarini ijobat bo'lishini Alloh taolaning yaratgani o'zi nasib ro'za aylagan bo'lsin deymiz. Endi esa to'y dasturlarimizda an'anasiga muvofiq kelin-kuyovimiz onalariga, qarindosh yaqinlarga ajoyib sovg'alarni, gul dastalarini ulashib qo'yadilar. San'at yo'llamizning ajoyib musiqalari, kuy qo'shiqlari bilan birgalikda barchamizga yana bir Tilagim boshida duo qilurman, ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Ayol ona ayolni mutabbar bilurman, ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Tilagim boshida duo qilurman, ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Ayol ona ayolni mutabbar bilurman, ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Suyanmakka yo'qdir dard toshi tog'i, g'amlar kelaverar yo'qdir adog'i. Bog'bonsiz qoladi gul o'sgan bog'i, ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Bog'bonsiz qoladi gul o'sgan bog'i, ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Yolg'iz qolmasin. Bir o'zi bo'linar ikki tomona, bir o'zi ham ota ham o'zi ona, bir o'zi bo'linar ikki tomona. Ko'zlarida yosh, qalbi g'amxona, ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Ko'zlarida yosh, qalbi g'amxona, ilohim
ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin, yolg'iz qolmasin. Farzandlar ulug'ayar kun bora-bora, farzand o'zi bilan o'zi ovora, yolg'iz o'tiradi ona bechora. Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin, yo'qlab o'tar bo'lsa bir yaxshi inson, boshiga yog'ilar ming xil bo'xton. Javlon aytar bu dunyoda hech qachon, ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Javlon aytar bu dunyoda hech qachon, ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin, yolg'iz qolmasin. Ay güzelim yerinden, labing degan yerinden. Suvni bo'yinda durar, yarishqinda yondirib. Suvni bo'yinda durar, yarishqinda yondirib. Ellaridan suv ichsam chanqog'imni qandirib, ellaridan suv ichsam chanqog'imni qandirib. Piyoladan suv ichding, ay go'zalimni yerinden, bir piyola suv ichir labing degan yerinden. Piyoladan suv ichding, ay go'zalimni yerinden, bir piyola suv ichir labing degan yerinden. Suvni bo'yi rosh ekan, shu qiz qalam qosh ekan. Suvni bo'yi rosh ekan, shu qiz qalam qosh ekan. Suv so'rasam bermeyecek, yomon bag'ridosh ekan. Suv so'rasam bermeyecek, yomon bag'ridosh ekan. Piyoladan suv ichding, ay go'zalimni yerinden, bir piyola suv ichir labing degan yerinden. Piyoladan suv ichding, ay go'zalimni yerinden, bir piyola suv ichir labing degan yerinden.